Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz tradingda grafiklarni ifodalab beradigan switchlar, ya'ni shamlar haqida gaplashamiz. Yapon shamlari haqida gaplashamiz. Ularning turlari, qaysi holatlarda qanday shamlarni biz nomlaymiz, o'sha bo'yicha bugun gaplashamiz. Xo'p, birinchi sham o'zi nima? Shamlar, ya'ni grafiklarda narxlarni ifodalash uchun ishlatiladi. Bu shamlar Yapon shamlari, ya'ni o'sha 18-asrda Yaponiyada guruch savdosida foydalanganligi uchun o'shandan keyin har kunlik bozor narxlarini shamlar orqali ifodalangandan keyin bu sham bizada hozirgi kunda tradingda aynan shamlarni ifodalash bo'yicha kirib keldi. Shamlarda faqat 4 ta informatsiya, ya'ni ma'lumot bera oladi. Bu shamni ochilish narxi, yopilish narxi, maksimum va minimum. Mana bu ochilish va yopilish narx orasidagi joy, mana bu shamni tanasi deyiladi. Tail switchi bu va mana bu soyalar, ya'ni kimdir dumi deydi, kimdir shpil deydi, boshqa soyasi deb olsak bo'ladi bemalol. Xo'p, yashil switchalarimiz bu o'sish narxini bildiradi, ya'ni chunki narx ochilish narxi pastda, yopilish narxi yuqorida, ya'ni pastda narx ochilib, yuqorida yopilganda aynan narx o'sganini bildiradi. Grafikda qizil shamlarimiz yuqorida narx ochilib, pastda yopilishi bu narxning tushganligidan dalolat beradi. Ana endi shamlarni ko'rinishlari bor. Xo'p, shamdan tashqari barlar bor, ya'ni bu bar deb nomlanadi. Sham bilan bir xil ifodalanadi, faqat bu yerda aynan tanasi bo'lmaydi, aynan chiziqlardan iborat. Bunda ham xuddi shu ochilish narxi, yopilish narxi, maksimum va minimumlari bor. Endi shuni to'ldirilgan varianti bu yapon shamlari hisoblanadi. Aslida bu barlarni ham bemalol shamlar ko'rinishida ifodalab ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Ikkalasi ham sham va bar, ikkalasi ham o'sha bir xil ma'lumotlarni bera oladi bizga. Xo'p, endi shamlarni bizda 5 xil turi bor. Bu oddiy shamlar, неопределённый, ya'ni noaniq shamlar, impulsli shamlar, razvorot, ya'ni o'sha burilish shamlari va paranormal shamlar. Endi bularni har bittasini qoidasi bo'yicha oladigan bo'lsak, oddiy barlar yoki oddiy shamlar, bu обычный bari, bu bozorda uchraydigan 70% shamlar, bular oddiy shamlar hisoblanadi. Ya'ni любой grafikni ochasiz, eng ko'p siz uchratadigan shamlaringiz bu oddiy shamlar, aynan bozorda 70%ni tashkil qiladigan shamlar deb olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, ikkinchisi noaniq shamlar, ya'ni неопределённый bari. Xo'p, noaniq shamlar ochilish va yopilish narxlari bir xil bo'lgan shamlar, bir-biriga juda ham yaqin bo'ladi. Hozir grafikda har birini ko'rib chiqamiz. Xo'p, impulsli shamlar, ya'ni impuls shamlari bu oddiy shamlarga nisbatan 70% uchraydigan shamlar degandik bu. Shu shamlarga nisbatan 3 barobar katta bo'lgan shamlarni biza nima deymiz? Impulsli shamlar deb nomlaymiz. Ya'ni oddiy shamlarga nisbatan, misol uchun oddiy shamni o'lchab ko'rdik, aytaylik 10 punkt chiqadigan bo'lsa, impulsli sham kamida 30 punkt bo'lishi kerak. O'sha qoidaga bo'ysunsa va biz uni bemalol impulsli sham deb ola olamiz. Xo'p, keyingisi razvorotni, ya'ni burilish shamlari. Bu soyasi tanasiga nisbatan kamida 3 barobar uzun bo'lgan shamlar. Ya'ni tanasini ko'rdik, ochilish va yopilish narx orasidagi qismi bu tana va soyasi o'sha tanasidan ko'ra 3 barobar katta bo'lishi kerak. Ya'ni misol uchun aytaylik 3 punkt tanasi bo'ladigan bo'lsa, soyasi undan 3 barobar katta, ya'ni 9-10 punkt atrofida bo'lishi kerak eng kamida. O'sha holatda biz uni razvorotni sham deya olamiz, ya'ni burilish shamlari deya olamiz. Xo'p, keyingi 5-shamimiz bu paranormal shamlar. Oddiy shamlarga nisbatan 70% uchraydigan dedik, o'sha oddiy shamlarga nisbatan 5 barobar katta bo'lgan shamlarni biz paranormalniy shamlar deya olamiz. Xuddi aytganimizdek, agar oddiy shamlarimiz 10 punkt bo'ladigan bo'lsa, общий maksimumdan, to есть minimumdan maksimumgacha bo'lgan masofasini o'lchaymiz. Ya'ni bitta shamni atarini o'shanga nisbatan 5 barobar katta, ya'ni 50 punktdan yuqori bo'lgan shamlarni biz paranormalniy shamlar deya olamiz. Shu qoidaga bo'ysunish kerak, shunga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi grafikda ko'rib chiqiladigan bo'lsak, ya'ni rasmlarini, bu неопределённый sham, ya'ni ochilish va yopilish narxlari bir-biriga juda ham yaqin yoki bir xil bo'lgan shamlarni, bular plus ko'rinishidagi shamlar, bularni biz неопределённый, ya'ni noaniq shamlar deya olamiz, chunki bu yerda sotuvchi va sotib oluvchilar bitta narxda joylashganligi uchun bizda narx
yuqoriga ham pastga ham harakat yo'q, ya'ni bir joyda turibdi degani. Va shuni hisobiga bu noaniq sham, ya'ni bundan hozirgi holat, bundan keyingi holatda biz narxni aniq qayerga ketishini bilmaganimiz uchun biz buni noaniq shamlar deymiz. Buni ko'pchilik har xil nomlaydi. Kimdir doji shamlar deydi, kimdir strikaza, qabr tosh deydi, uchar yulduz, uch yulduz, har xil nomlanishlari bor. Biza buni hammasini bitta qilib неопределенный bar, ya'ni noaniq shamlar deymiz. Ya'ni bu shamlarda narxning qaysi tomon ketayotganligini bilish biz uchun noaniq. Xo'p, keyingisi bu paranormalniy sham, ya'ni qoidasi bo'yicha oladigan bo'lsak, oddiy shamlarga nisbatan 5 barobar, eng kamida 5 barobar katta. Ya'ni mana bu bitta sham, oddiy shamlar примерно o'rtacha 10 punkt bo'ladigan bo'lsa, bu o'shanga nisbatan 5 barobar katta bo'lgan shamni biz paranormalniy sham deymiz. Va bu paranormalniy sham, bitta qoidani unutmanglar. Paranormalniy shamlarning maksimum va minimumlari bizga uровень bo'lib xizmat qilishi mumkin. Uровень qilib ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni daraja qilib ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Shu joylarni e'tiborga olishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, keyingisi bu razворотный shamlar, ya'ni burilish shamlari. Buni ko'pchilik pinbar deb nomlaydi. Ko'pchilik treyderlar, biz nima deymiz? Biz razворотный sham deymiz, ya'ni burilish shamlari. Ya'ni bu shamlardan keyin narx burilish ehtimolligi bo'ladi. Ya'ni aytaylik, narx o'sib ketayotgan bo'lsa, bunaqa sham hosil bo'lgandan keyin narx pastga qaytish ehtimoli bo'ladi. Va buni ham o'zining qoidasi bor. Soyasi, mana bu soyasi tanasiga nisbatan eng kamida 3 barobar katta bo'lishi kerak. O'sha holatda biz buni burilish shamlari deb olamiz. Mana shu qoidaga bo'ysunish kerak. Endi buni ham xuddi shunaqa ko'pchilik treyderlar har xil nomlaydi. Kimdir pinbar deydi, hop, kimdir osilgan bolg'a, повышенный молот, bolg'a deydi, утренний звезда deydi. Har xil nomlanishi, biz hammasini olib bitta qilib buni burilish shamlari deb nomlaymiz har doim. Aynan bular razворотный sham hisoblanadi. Xo'p, keyingisi impulsniy shamlar. Impulsniy shamlar qoidasi bo'yicha oladigan bo'lsak, xo'p, oddiy shamlarga nisbatan 3 barobar katta bo'lgan shamlar. Mana bu shamimiz 3 barobar katta. Paranormalniy shamdan kichkina bo'ladi, lekin oddiy shamdan 3 barobar katta bo'ladi. Aynan shuni hisobga olib, shu qoidaga bo'ysunsa, biz bemalol buni impulsniy sham deya olamiz. Xo'p. Bu yerda narx turlari mavjud. Bid bu taklif, ask bu talab, spread bu ask va talab va taklif narxlar orasidagi farq, bu spread deyiladi. Bu sizlar uchun qo'shimcha ma'lumot bo'ldi. Ana endi shamlar bo'yicha yana oxirgi narsa aytadigan bo'lsam, faqatgina switchnoy analizga ishonib bozorga kirish mutlaqo noto'g'ri. Har doim switchnoy analizni siz qo'shimcha tasdiq sifatida foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun siz o'sib turgan bozorda sotmoqchi, ya'ni sell bitim ochmoqchi bo'lsangiz, aynan siz qanaqadir yoki поглощение yoki burilish shamlaridan foydalanib bitimlarni ochishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bizda mana shu 5 xil shamni yoritib berdik hammasini. Bizni kuzatishda davom etinglar. Mana bu darslik aynan sizlar uchun bonus sifatida. Yaxshilikda ko'rishguncha salomat bo'linglar.